Dünyada en aziz Kur'an okunur. Bu ham eser ağyan emas, madam okunur. Piyola chetida bir oyat borki, piyola chetida bir oyat borki, hamisha har yerda hamon o'qilur. Hammaga bergan Xudoyim menga ham bersin dema. Ajal tabiat shibroq o'zgani g'illasga o'shay. Tongga ochdim quloqlarimni, eliga sochdim qushchoqlarimni. Lekin senga qiynoqlarimni hech kimsaga ravo ko'rmasman. Tungi qiynoqlarimni hech kimsaga ravo ko'rmasman.